Neyropsixologiyani bir ozgina savol bermasalar gapirib bering shuni. Bu shunaqa fanki, bemorni ko'rmasdan turib tashxis qo'ya olasiz. Rajab boyga degan Masharipov, Xorazm Hazarasibda bosh vrach edi. Men borsam darrov bemorlarni ko'rsatib olishardi. Endi obed bo'lib qoldi, osmokul olyapti, Zarifboy bizada ayvoncha deydi. Nima qiling? Osh nima qilib yeb olaylik, ungacha chiqadi dedi. Keyin Qurbon aka degan nevropatolog bor edi mashhur. Nima diagnoz desam, shu insultda dedi, bir tomoni yaxshi ishlamaydi, lekin yuradi dedi. Ovqatlanib o'tiribmiz, bilasizlar osmokul olgandan keyin darrov kichik tahoratga chiqqisi keladi. Kimsa o'tiribmiz, eshikdan bu qo'liga xalat kiyilgan. Bu tapishga kiyilgan. Haligi ona yurmoqchi bo'lib turibdi. Oyim buni kiying, shoshmang dedi. Kiydi-da chap oyoqqa kiymay yana yuryapti. Qurbon aka dedim, tashxis qo'ydim o'sha dedimda. Hozir qarang dedim, bog'i to'ridida qishloqda tualetlar u yoqda joylashgan. Bu yoqni urib boradi, borguncha dedim, devorga dedimda. Keyin bu yoqni ushlab oldi. Urilib ketyapti, bu yoqqa qizi nima qilib kelyapti. Endi qaytib kelayotganda endi shunda nima qilingan, oyog'ini bog'da, ya'ni bahor iyulda borganman. Bu yoqqa tushib yuradi, qarang dedim. Yani endi glavvracham o'tirib, boshqalar ham xuddi shunaqa yurib keldi. Nima bu dedi? Korpus kallozning orqa qismida chap tomondan o'ng tomonga qarab katta o'sma o'syapti dedim. Keyin qiziqib qoldi u. Endi nimalarga aytyapman-da, bemorga aytmaysiz-ku, deontologiya degan narsa bilan kirib ketdi. Bemorga g'ing deb ko'rmanglar. Qo'ysangchi dedi. Keldik, yuring deb birga turdik, o'sha joydan katta o'sma o'sib chiqyapti. Qayerdan bilding dedilar. Bosh miyani orqa tomonda ko'ruv markazi bor. O'ng tomon muvozin nima uchun javob beradi? Prostransvanida katta nima uchun? Bu yoq bu tomoni uchun yo'llar shunda o'tganda bir qismi bu tomonga, bir qismi bu tomonga o'tadi. Bizlar dunyoni bir ko'z yumganda ham simmetrik ko'rishimizga sabab yo'lda kesishib o'tib turadi bunaqa. 100 ta kabelni 60 tasi kesilib ketsa, odam ikkiga bo'lib ko'radi nimani. Bularda shunaqa. Bular o'smani o'stiradigan o'qib berib o'tirgan ekan. Mana bu neyropsixologiya. Undan ham hayratda qolsa bo'ladigan voqea. Buni alohida bu fan. Bu klinik psixologiyaning qaymog'i gulida bu. Ko'rsan, mana bu nimangiz MRTni keragi ham yo'q agar neyropsixolog bo'lsangiz. Xuddi shu voqeani nimada Farovon to'yxonasida oshyapmiz, yubkalaganga suz beradi boshini. Bitta ota ham bilan o'tirib qoldi. O'g'li olib keldi-da, endi yoshi ulug' bo'lgani uchun. Nariga stolga o'tirib, men turib, keling adangiz yoniga desam, yo'q, o'tiravering dedi. Tanimaydi. Oshi ham yaxshigina yerkan, yarmini yeyapti-da. Keyin piyolada choy quymoqchi bo'lsam, piyolani bundoq surdi bir tomoniga. Ish qilib bunda ham bir tomonlamaligida qil. Mana o'sha aytganim Brian degan olim yozgan 41-yil angliyalik. Keyin chiqayotganda Farovon to'yxonasining yonida sentimet degan nima bor. Bir MRT qildiring adangizni boshidan. O'ziga aytdim-da. Siz kimsiz dedim. Men professorman dedim. Endi yo'qlab bo'lganman. Bo'ldi. Tinching boshi og'rimaydi-ku dedi. Baribir qildiravering dedim, vizitka berdim. Keyin endi bizlar ham nimada doktorlar xursand bo'lasiz-ku. Keldi, kissamga qog'ozga yozib, chizib, o'sman joyini mana buni endi salafanda olib keldi. Ko'ring dedi. Mana shu chiqdimi deb berdim. Voy, qayerdan bildingiz dedi. Mana shu osh yeb o'tirishidan bildim. Endi o'zi ham fan nomzodi ekan, texnika bo'yicha. Endi qoyil deyapti, endi fan. Ko'rdingizmi? Bu neyropsixologiya. Endi mavzu aytaversam vaqtimiz ko'p ketadi. Bu fanni ham bilib qo'yinglar deyapman. Ayniqsa nevropatolog bo'laman deganlar buni bilsa, bu juda zo'r bo'ladi.